imtihondagi ko'pchilik o'quvchilarni chalg'itadigan nafaqat o'quvchilar, haydovchilarni chalg'itadigan savoldan birini ko'ramiz. Qaranglar. Qaysi belgi qayrilib ketishga ruxsat beradi deyapti? Qayrilib ketishga, qaytib ketishga deyapti. Birinchidan boshlaymiz. Top A. Chap tomonga burish taqiqlayapti. Faqat burish taqiqlayapti. Qaytib ketsa bo'ladi. Demak, A da mumkin. V ga e'tibor beramiz. Bu bir tomonlama yo'lga chiqish. Ya'ni mana shu bir tomonlama yo'lga oqim qaysi tomonga qarab kelayotganini ko'rsatadi bizga. Mana shu kiyosida chorig'idan, nima, bunda qarasa shu belgi turibdimi? Bir tomon yo'l chap ketgandan keyin oqim shu kerak. Faqat shu strekaga qarama-qarshi yurib qo'ymasanglar bo'ldi. Qaytib ketsa bo'ladi orqaga bemalol. Bo'ldi, ikkinchisi ham to'g'ri kelyapti. S'ga e'tibor beramiz. Bu belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'lga chiqish, ya'ni bir tomonlama yo'l oqim o'ng ketayotgan ekan, eng chetki qatordan yo'nalishli transport vositalariga avtobus deymiz, shular qarama-qarshi yurgan ekan. Biza bu bo'lagi shunga ham kira olmaymiz, yo'nalishlar bo'lagi. Ammo mana strekaga pro't yurib qo'ymasa bo'ladi, chap yurib qo'ymasa bo'ladi, mana strekaga. Orqaga qaytib ketsa bo'ladi. Bo'ldi, o'zimiz kelgan joyga yana. Chunki bir tomonlama yo'l bu yoq tomonga qarab ketyapti. Biz qaytib ketamiz o'zimiz kelgan yo'lga. Bo'ldi. Demak, hammasida qaytib ketishimiz mumkin orqaga. Eslab qo'yinglar. Juda qiynalayotganlar bo'lsa, bu belgilarning vazifasini ochib bitta o'qib qo'ysanglar, yana ham tushunarli bo'ladi. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin videoga.